Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kvartiraning kirish eshigini, ya'ni zinapoya tomonga ochiladigan temir yoki yog'och eshikni ayrim holatlarda majburan olib qo'yishlari mumkin. Bu gap bir qarashda g'alati eshitiladi. Axir eshik mening pulimga o'rnatilgan, mening kvartiramni himoya qiladi, qanday qilib uni olib qo'yishadi. Lekin masalaning huquqiy va texnik tomoni bor. Bu ma'lumot har bir ko'p qavatli uyda yashaydigan odamga tegishli. Ayniqsa yangi temir eshik qo'yganlar, eshikni tashqariga ochiladigan qilib o'rnatganlar, yo'lakka qo'shimcha panjara, tambur yoki umumiy hududga shkaf qo'yganlar oxirigacha eshitishi shart. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun oddiy odamlar ko'pincha e'tibor bermaydigan, lekin keyin katta jarima, mojaro yoki majburiy demontajga olib keladigan holatlarni birma-bir tushuntiraman. Avval ko'p joylarda odamlar eshik masalasiga faqat shaxsiy mulk nuqtai nazaridan qarardi. Ya'ni kvartira meniki, eshik meniki. Xohlasam temir eshik qo'yaman, xohlasam 2 qavatli eshik qilaman, xohlasam tashqariga ochiladigan qilaman deb o'ylashardi. Amalda ham ko'p yillar davomida bunga juda qattiq nazorat bo'lmagan. Uylar, eski yo'laklar tor, har kim o'z xavfsizligini o'zi hal qilgan. Bir kishi eshigini tashqariga ochiladigan qildi. Qo'shnisi ham shunday qildi. Keyin yana kimdir zinapoya maydonchasiga panjara o'rnatdi. Natijada umumiy foydalanish joylari asta-sekin shaxsiy hududdek egallab borildi. Lekin hozir yondashuv o'zgarmoqda. Sababi oddiy. Ko'p qavatli uylarda xavfsizlik faqat bitta kvartiraning masalasi emas. Yong'in bo'lsa, tutun chiqsa, zilzila yoki gaz portlashi xavfi bo'lsa, odamlar tez evakuatsiya qilinishi kerak. Tez yordam, yong'in xavfsizligi xodimlari, gaz xizmati yoki favqulodda vaziyat xodimlari kirish kerak bo'lgan paytda eshikning ochilish yo'nalishi, yo'lakning kengligi, umumiy hududning to'silmaganligi juda muhim bo'ladi. Bitta noto'g'ri o'rnatilgan eshik butun qavatdagi odamlarning yo'lini to'sib qo'yishi mumkin. Men bu yerda shuni aniq aytaman. Gap shunchaki kimningdir diga yo'qmagan eshik haqida ketmayapti. Gap umumiy xavfsizlik, evakuatsiya yo'llari, ko'p kvartirali uyning umumiy mulki va qo'shnilarning huquqlari haqida ketmoqda. Agar sizning eshigingiz boshqa odamning chiqishiga xalaqit qilsa, zinapoya maydonchasini toraytirsa, yong'in paytida odamlar harakatiga to'sqinlik qilsa yoki umumiy mulkka o'zboshimchalik bilan o'zgartirish kiritilgan bo'lsa, unda bu masala oddiy shaxsiy xohish emas, qonuniy talab mavzusiga aylanadi. Oldin ko'pchilik hech kim tekshirmaydi degan fikr bilan yashagan. Hozir esa ko'p qavatli uylarni boshqarish tizimi, uy-joy mulkdorlari shirkati yoki boshqaruv kompaniyalari, yong'in xavfsizligi nazorati, mahalla va boshqa mas'ul tashkilotlar bunday masalalarga jiddiyroq qarayapti. Ayrim hollarda bu tekshiruv reja asosida bo'ladi. Ayrim hollarda esa qo'shnining shikoyati bilan boshlanadi. Masalan, qo'shningiz ariza yozadi. Yonimdagi kvartira eshigi tashqariga ochiladi. Mening eshigimni to'sadi. Favqulodda holatda chiqib keta olmayman. Shundan keyin mas'ullar kelib ko'radi, o'lchaydi. Holatni rasmga oladi va kamchilikni bartaraf etish bo'yicha talabnoma berishi mumkin. Bu talabnoma nimani anglatadi? Odatda sizga ma'lum muddat beriladi. Masalan, eshikni ichkariga ochiladigan qilish, eshik qutisini o'zgartirish, yo'lakdagi panjarani olib tashlash, umumiy hududni bo'shatish, loyiha hujjatlarini ko'rsatish yoki ruxsatnoma taqdim etish so'raladi. Agar fuqaro buni bajarmasa, ish ma'muriy tartibga yoki sudga o'tishi mumkin. Sud qarori bo'lsa, majburiy ijro orqali demontaj qilish masalasi ham yuzaga keladi. Shuning uchun men qo'ymaganman, ustalar shunday qilib bergan yoki hamma shunday qilgan degan bahona ko'p hollarda muammoni hal qilmaydi. Birinchi navbatda eshigi tashqariga ochiladigan va ochilganda umumiy yo'lakni to'sadigan odamlar xavotir olishi kerak. Masalan, sizning kvartirangiz eshigi ochilganda qarama-qarshi kvartiraning eshigiga tegsa yoki zinapoya tomonga yurish yo'lini yopsa, bu xavfli holat. Tasavvur qiling, qavatda 4 ta kvartira bor. 2 qo'shni bir vaqtda eshikni ochsa, yo'lakning o'zi yopilib qoladi. Oddiy kunda bu faqat noqulaylik. Lekin yong'in yoki tutun paytida bu odamlar hayotiga ta'sir qiladigan xavf. Ikkinchi guruh, umumiy yo'lakka qo'shimcha tambur qilganlar. Ko'p uyda 2 yoki 3 kvartira oldiga temir panjara qo'yib, bu bizning umumiy kirish joyimiz deb olishadi. Ichiga poyabzal javoni, velosiped, bolalar aravachasi, konserv bankalari, eski mebel, hatto gaz ballonigacha qo'yilgan holatlar bo'ladi. Men bunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Odamlar buni qulaylik deb o'ylaydi.
Lekin huquqiy tomondan bu umumiy foydalanish joyini egallash bo'lishi mumkin. Eng xavflisi yong'in vaqtida bunday panjara evakuatsiyani sekinlashtiradi. Uchinchi guruh eski uyda eshik joyini kengaytirganlar yoki devorni buzib, yangi metal konstruksiya o'rnatganlar. Har bir devor oddiy devor emas. Ayrim devorlar yuk ko'taruvchi bo'lishi mumkin. Agar odam eshik o'rnini kengaytirsa, ustki qismini kesib tashlasa, armaturani shikastlasa, bu butun uyning konstruktiv xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin. Bunday ishlar albatta mutaxassis xulosasi, loyiha va ruxsat bilan qilinishi kerak. Usta aytdi, bo'laveradi degan gap bu yerda yetarli emas. 4-guruh kirish eshigi zinapoya katakchasidagi elektr shit, gaz krani, yong'in shkafi yoki texnik g'urlarni yopib qo'yganlar. Agar sizning eshigingiz yoki qo'shimcha panjarangiz o'rtida umumiy texnik kommunikatsiya qolgan bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar unga tez kirishi kerak. Masalan, gaz sizib chiqyapti. Gaz xizmat kranini yopish kerak. Lekin yo'lakdagi panjara qulflangan, egasi uyda yo'q. Bu holatda xavf bir kvartiraga emas, butun podyezdga tegishli bo'ladi. Agar sizning eshigingiz o'z joyida tursa, loyihaviy chegaradan chiqmagan bo'lsa, umumiy yo'lakni toraytirmasa, qo'shni eshigini to'smasa, evakuatsiya yo'liga xalaqit bermasa va umumiy mulkka o'zboshimchalik bilan qo'shimcha qurilma o'rnatilmagan bo'lsa, odatda xavotirga katta asos yo'q. Oddiy temir eshik o'rnatishning o'zi muammo emas. Muammo eshikning qanday o'rnatilgani, qayerga ochilgani, nimani to'sayotgani va bunga ruxsat bormi yo'qligida. Masalan, siz eski yog'och eshik o'rniga yangi temir eshik qo'ydingiz. O'lcham o'zgarmadi, devor buzilmadi, eshik ichkariga ochiladi yoki ochilganda hech kimga xalaqit qilmaydi. Bu holda sizning xavfingiz minimal. Yana bir misol, yo'lak keng. Sizning eshigingiz tashqariga ochiladi, lekin ochilganda evakuatsiya yo'li yetarli qoladi. Qo'shni eshigi bilan to'qnashmaydi, zinapoyani yopmaydi. Baribir bu holatni mutaxassis bilan tekshirtirib qo'ygan ma'qul. Chunki har bir uyda reja va normalar boshqacha bo'lishi mumkin. Birinchi misol, 9 qavatli uy, 5-qavat, ikkita kvartira eshigi bir-biriga juda yaqin. Bir fuqaro yangi qalin temir eshik o'rnatadi va eshik tashqariga, chap tomonga ochiladi. Qo'shning eshigi ham tashqariga ochiladi. Oddiy paytda ular navbat bilan ochib yopib yurishadi. Lekin bir kuni qo'shnining keksa onasi yiqilib qoladi, tez yordam chaqiriladi. Zambilda olib chiqishda ikkita eshikning joylashuvi va tor yo'lak muammo tug'diradi. Shundan keyin qo'shni shikoyat qiladi. Tekshiruvda eshik evakuatsiya harakatiga xalaqit berishi aniqlansa, egasiga eshikni qayta o'rnatish talabi berilishi mumkin. Ikkinchi misol, 4 qavatli eski uyda 3 ta kvartira umumiy yo'lak boshiga panjara qo'yadi. Har bir odamda kalit bor, lekin panjara ichida aravacha, 2 velosiped, eski shkaf va qurilish materiallari turadi. Yong'in xavfsizligi bo'yicha tekshiruv kelganda bu narsalar evakuatsiya yo'lini band qilgani qayd etiladi. Bu yerda faqat panjarani emas, ichidagi buyumlarni ham olib tashlash talab qilinadi. Agar bajarilmasa javobgarlik kelib chiqadi. Muhimi, bu yerda biz uch qo'shni rozimiz degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki umumiy mulkdan foydalanish butun uy manfaatiga tegishli. 3-misol. Bir odam kvartirasining kirish qismini chiroyliroq qilish uchun eshik o'rnini 20 sm kengaytiradi. Tashqariga chiqib turadigan ramka o'rnatadi. Natijada yo'lakdagi yurish yo'li kamayadi. Keyin boshqa qo'shni mebel olib kirayotganda o'ta olmaydi, janjal chiqadi. Bunday vaziyatda masala faqat qo'shnichilik nizosi emas. Agar umumiy davrga aralashilgan bo'lsa yoki umumiy hudud egallangan bo'lsa, bu ruxsatsiz qayta rejalashtirish yoki o'zboshimchalik bilan o'zgartirish sifatida baholanishi mumkin. 4-misol. Yangi uyda egalar dizayn uchun qimmat eshiklar qo'yishadi. Bir kvartira eshigi juda keng ochiladi va yong'in signalizatsiyasi qutisini yopib qo'yadi. Egasining fikri bo'yicha bu mayda narsa. Lekin texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilot uchun bu jiddiy muammo. Favqulodda holatda signalizatsiya, avtomat g'ur, kran yoki boshqa texnik nuqtaga kirish bir necha soniyada hal qilinishi kerak. Agar eshik yoki qo'shimcha konstruksiya bunga to'sqinlik qilsa, uni o'zgartirish talab qilinishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar kvartira eshigi bilan umumiy yo'lak chegarasini farqlamaydi. Kvartira ichidagi mulk sizniki. Lekin eshik tashqarisidagi maydoncha odatda umumiy foydalanish joyi hisoblanadi. Siz u yerga doimiy javon qo'yishingiz, panjara o'rnatishingiz, devorni o'zgartirishingiz yoki boshqa odamlar harakatiga xalaqit berishingiz mumkin emas.
Hatto o'sha joy hech kimga kerak emasdek ko'rinsa ham, favqulodda holatda aynan o'sha joy muhim bo'lib qoladi. Yana bir nozik masala. Qo'shnilar roziligi. Ko'pchilik qo'shnilarim rozi demak bo'ladi deb o'ylaydi. Qo'shni roziligi ayrim holatlarda yordam beradi, lekin hamma narsani qonuniy qilib qo'ymaydi. Agar ish yong'in xavfsizligi, evakuatsiya yo'li, konstruktiv davr yoki umumiy mulkdan foydalanish tartibiga taalluqli bo'lsa, faqat qo'shni roziligi yetmasligi mumkin. Bu tashkilotlar, boshqaruv organi, texnik xulosa yoki ruxsat talab qilinadi. Yana bir masala. Eshikni kim majburan olib qo'yadi? Odatda hech kim kelib, birinchi kunning o'zida eshigingizni kesib tashlamaydi. Avval shikoyat yoki tekshiruv bo'ladi. Keyin dalolatnoma tuziladi. Kamchilik ko'rsatildi, bartaraf etish muddati beriladi. Agar fuqaro bajarmasa, jarima yoki sud tartibi bo'lishi mumkin. Sud qarori qonuniy kuchga kirgandan keyin majburiy ijro organlari qarorni bajarishga kirishadi. Shunda demontaj xarajatlari ham oxir-oqibat mulkdor zimmasiga tushishi mumkin. Ya'ni bugun 2 million so'mga eshikni qayta o'rnatish mumkin bo'lgan masala ertaga jarima, sud xarajati, ijro xarajati va ustalar xizmatlari bilan ancha qimmatga tushadi. Yana shuni biling. Agar eshik yong'in xavfsizligiga aniq xavf tug'dirsa, masala tezlashishi mumkin. Masalan, umumiy chiqish yo'li berkitilgan, podyezdga kirish-chiqish toraygan, odamlar evakuatsiya qilina olmaydigan holat yuzaga kelgan bo'lsa, mas'ullar buni oddiy maishiy nizo deb ko'rmaydi. Chunki bunday holatda bir odamning xohishi boshqa odamlarning hayoti va sog'lig'idan ustun qo'yilmaydi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam. Eshigingizni oddiy ko'z bilan baholang. Eshik ochilganda yo'lakning qancha qismi yopiladi? Qo'shni eshigiga uriladimi? Zinapoyaga chiqish yo'lini to'sadimi? Elektr shit, gaz krani, yong'in shkafi yoki texnik joylarni yopib qo'ymaydimi? Agar siz eshikni ochganingizda odam bemalol o'ta olmasa, bu allaqachon signal. Ikkinchi qadam, hujjatlarni ko'rib chiqing. Kvartiraning texnik pasporti, kadastr hujjatlari, reja chizmasi bo'lsa, eshik o'rni dastlab qanday bo'lganini solishtiring. Agar eshik o'rni kengaytirilgan bo'lsa, devor o'zgartirilgan bo'lsa yoki yo'lak tomonga chiqib ketgan konstruksiya bo'lsa, bunga ruxsat bo'lganmi yo'qmi aniqlang. Eski egadan qolgan bo'lsa ham muammo yangi egaga kelishi mumkin. Men sotib olganimda shunday edi deyish ayrim holatda tushuntirish bo'ladi. Lekin kamchilikni bartaraf etish majburiyatdan to'liq ozod qilmasligi mumkin. Uchinchi qadam, boshqaruv kompaniyasi yoki uy-joy mulkdorlari shirkatiga murojaat qiling. Og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Mening kvartiram kirish eshigi o'rnatilishi evakuatsiya yo'liga xalaqit qilmaydimi? Umumiy foydalanish joyi band qilinmaganmi? Texnik ko'rik asosida xulosa berishingizni so'rayman deb yozing. Yozma javob keyinchalik siz uchun muhim bo'ladi. Agar ular kamchilik bor desa, aynan nimani o'zgartirish kerakligini so'rang. To'rtinchi qadam, agar eshikni yaqinda o'rnatmoqchi bo'lsangiz, ustaga hamma narsani topshirib qo'ymang. Ustaning vazifasi ko'pincha eshikni chiroyli va mustahkam o'rnatish. Lekin u har doim yong'in normalari, evakuatsiya talablari, umumiy mulk chegarasi va uy loyihasini tekshirmaydi. Shuning uchun buyurtma berishdan oldin eshik qayerga ochilishi, qanchaga ochilishi, qo'shni eshiklar bilan to'qnashmasligi, yo'lakda minimal o'tish joyi qolishi haqida o'zingiz ham o'ylang. Eng yaxshi yechim eski o'lcham va eski ochilish mantiqini saqlab, xavfsiz eshik o'rnatish. 5-qadam, agar sizga talabnoma kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Ko'p odamlar xatni olib javob bermaydi. Bu katta xato. Talabnomada ko'rsatilgan muddat, tashkilot nomi, kamchilik tavsifi, dalolatnoma raqami bo'lsa, hammasini o'qing. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. Rasmga oling, o'lchov qiling, mutaxassis xulosasini oling. Agar rozi bo'lsangiz, belgilangan muddatda bartaraf eting va bajarilgan ish bo'yicha yozma tasdiq oling. Ya'ni masala gaplashib qo'yamiz darajasida qolmasin. 6-qadam, qo'shnilar bilan janjal qilmasdan hujjat bilan ishlang. Agar qo'shni sizdan eshikni olib tashlashni talab qilsa, darhol janjalga kirishmang. Undan yozma shikoyat asosini so'rang. Mas'ul tashkilot ko'rigini taklif qiling. Agar haqiqatdan ham eshik xalaqit qilayotgan bo'lsa, yaxshisi masalani erta hal qiling. Chunki qo'shnining shikoyati yong'in xavfsizligi boshqaruv kompaniyasi mahalla yoki sudgacha borishi mumkin. Hamma narsani vaqtida to'g'rilash keyingi xarajatlardan arzonroq. 7-qadam. Agar umumiy yo'lakda panjara, javon, aravacha yoki boshqa buyumlar bo'lsa, ularni alohida baholang.
ko'p holatda muammo eshikning o'zida emas, eshik oldidagi buyumlarda bo'ladi. Masalan, temir eshik qonuniy bo'lishi mumkin, lekin eshik yonidagi katta shkaf evakuatsiya yo'lini to'sib qo'yadi. Yoki panjara ruxsatsiz bo'lgani uchun butun holat noqonuniy ko'rinadi. Umumiy joyni shaxsiy omborxonaga aylantirmaslik kerak. Bu qo'shnilar bilan munosabatni ham buzadi, xavfsizlikni ham pasaytiradi. Agar siz yozma murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, matn juda murakkab bo'lishi shart emas. Men odatda shunday mazmunda yozishni maslahat beraman. Men falon manzildagi falon kvartira mulkdori kvartiram kirish eshigining umumiy foydalanish yo'lagiga, evakuatsiya yo'liga va texnik kommunikatsiyalarga ta'siri bo'yicha ko'rik o'tkazishingizni so'rayman. Ko'rik natijasi bo'yicha yozma xulosa berishingizni so'rayman. Agar sizga nisbatan talabnoma kelgan bo'lsa, javobda shunday yozish mumkin. Talabnomada ko'rsatilgan holat bo'yicha ko'rik o'tkazishni, aniq qaysi norma va qaysi texnik talab buzilganini ko'rsatishni, bartaraf etish tartibi va muddatini yozma tushuntirishni so'rayman. Bunday murojaat sizni darhol haq qilib qo'ymaydi, lekin jarayonni tartibga soladi. Eng muhimi, og'zaki gaplar keyin isbotlanmaydi. Yozma murojaat, rasm, video, o'lchov, dalolatnoma xulosa esa isbot bo'la oladi. Agar masala sudgacha bo'lsa, sud ham aynan hujjatlarga qaraydi. Kim balandroq gapirgani emas, kimda asosli hujjat borligi muhim. Eng katta xato bu mening eshigim, hech kim aralasa olmaydi deb turib olish. Ha, eshik sizning mablag'ingizga o'rnatilgan bo'lishi mumkin, lekin u umumiy hududga ta'sir qilsa, boshqa odamlarning xavfsizligiga xalaqit qilsa yoki ruxsatsiz o'zgartirish bilan bog'liq bo'lsa, masala faqat sizning shaxsiy mulkingiz doirasida qolmaydi. Ikkinchi xato, tekshiruvchilar bilan janjallashish. Mas'ullar kelganda eshikni ochmaslik, hujjat bermaslik, haqorat qilish, qo'shnilar bilan tortishish vaziyatni og'irlashtiradi. To'g'ri yo'l hammasini yozib olish, dalolatnoma nusxasini so'rash, e'tirozingiz bo'lsa yozma kiritish, muddat va tartibni aniqlash. Uchinchi xato, arzon va tez yechim deb yana noto'g'ri o'rnatish. Ba'zan odam talabnomadan keyin eshikni biroz aylantiradi, lekin baribir yo'lakni to'sadigan qilib qo'yadi. Natijada muammo hal bo'lmaydi. Agar qayta o'rnatish kerak bo'lsa, bir marta to'g'ri qiling. Ochilish yo'nalishi, o'lcham, davrga ta'sir, qo'shni eshiklar, evakuatsiya yo'li hammasi hisobga olinsin. To'rtinchi xato, eski egani ayblab hech narsa qilmaslik. Siz kvartirani sotib olganingizda eshik shunday bo'lgan bo'lsa, bu holatni sotuvchi bilan alohida hal qilishingiz mumkin. Lekin uy xavfsizligi nuqtai nazaridan kamchilikni bartaraf etish masalasi baribir dolzarb qoladi. Shuning uchun kvartira sotib olayotganda ham eshik, yo'lak, tambur, ruxsatsiz panjara va qayta rejalashtirishlarga alohida qarash kerak. Men sizga asosiy fikrni aniq qilib aytaman. Kvartira eshigini majburan olib qo'yishlari yoki qayta o'rnatishni talab qilishlari mumkin bo'lgan holatlar bor. Bu odatda eshik umumiy yo'lakni to'ssa, evakuatsiyaga xalaqit qilsa, qo'shnilar huquqini buzsa, texnik kommunikatsiyalarga kirishni yopsa yoki ruxsatsiz o'zgartirish bilan bog'liq bo'lsa yuzaga keladi. Oddiy, xavfsiz o'z joyida turgan eshik muammo bo'lmasligi kerak. Lekin har bir holatni uy rejasi, yo'lak kengligi, ochilish yo'nalishi va xavfsizlik talablari bo'yicha baholash zarur. Mening maslahatlarim shunday: eshigingizni tekshiring, umumiy yo'lakni band qilmang, qo'shnilar yo'lini to'smang, ruxsatsiz panjara va tamburlarga ehtiyot bo'ling. Talabnoma kelsa befarq qoldirmang. Hamma narsani yozma tarzda rasmiylashtiring. Shunda siz ham o'zingizni himoya qilasiz, ham qo'shnilar bilan keraksiz mojaroning oldini olasiz. Eng muhimi, favqulodda holatlarda odamlar xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shasiz. Sizning uyingizda ham eshik, panjara yoki umumiy yo'lak bo'yicha shunday muammolar bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men vaziyatlarni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ko'p qavatli uyda yashaydigan yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu masala ertaga har birimizga tegishli bo'lib qolishi mumkin.